olishga. Auksionda shuni ishlashimiz kerak-da. Voy, ana qizim zo'r o'ylabsan. Lekin pulimiz bo'lmasa putimizga olamizmi buni? Oddiy taksi bo'lsam, qaysi biriga yetkazay? Yuragingni kimga ochib sochishni bilmaysan. Voy, menga ochib sochi yuragingizni. Hech kerak emas. O'tgan safar ham chiroyingizni davolayman deb ko'krak kissada pul dorib ketibsan. Puldan kashal bo'lmang. O'zim sizga yordam beraman. Sizdan 30 ming. Voy, mana chiroyligida ekansiz. Yana 30 ming. Nimaga? Qorningizdagi bolaga mashina havoda yurmaydi. Bizda ham bola chaqa bor. Insofinglar bormi? Kreditimiz bor, qarzimiz bor. Insofimiz yo'q lekin. Mana. Dadamga so'zlalang shunaqa bo'ladi. Xotin rashk xaladiz, qizni rashk karates bo'lar ekan-da. Qancha bo'pti uka? 49 ming. Mana 50 ming, zdachcha ham berasizmi? Pulni beqqa bering. Dachasiga mana ikkita zvachka. Shu zdachimi? Ha, aptekada magazinda mayda pul yo'q deb dachiga ikkita zvachka bersa indamay olasizlar-ku. Voy, tillaka. Bir shahar aylantirib kelmaysizmi? Patakchash. Yana bir marta shunaqa dadamga likinliginini ko'rsam, aptekni aptuva. Boshirim foyda qilaman, tushundingmi? Voy, olmasam. Singlim ketdikmi? Qarang-a, bu hali biz bilan ketmas ekan. Rejalari o'zgarib qopti. To'g'rimi? Ha. Qizim, bekor o'zim bilan oldim-da. Alabbay. Sen bo'lgan zo'r bo'ldi-da, maza qilyapman tillaqizim. Kuni bilan 300 mingni ishlayapmiz. Mana 250 mingga ayonga, mana 50 ming bo'lsa, Menga berasiz, xudlaringni ishlataman. birgacha seni nima rasxoting bor? O'zi bor pulimni ayonga berayotgan bo'lsam. Pul topishni ko'paytiring, dadajon. Endi ayamni yoniga men ham qo'shildim. O'g'il ko'rsang toy bo'lasan, qiz ko'rsang boy bo'lasan deydi. Boy bo'lganmiz shu bo'lsa kerak-da. Chaqmoqcha.